Yana nomzodlar nechta bor to'g'ri? Tushunma bu. Assalomu alaykum. Keling. Salom. Assalomu alaykum. Familiyangiz nima edi? Hiloliddin. Hiloliddin Jahongir. Hop, qachon, nechinchi yilda tug'ilgansiz? 90-yilda. 90-yilda. 90-yilda Pop tumanida Marg'izor MF deb qo'yilgan. Yashash joyingiz bo'yicha. Hop, tugatgan Qo'qon avtotransport kolleji, to'g'ri aytdimmi? Ha, O'rta maxsus ma'lumotga ega transportlariga nima xizmat ko'rsatish va va boshqarishni tashkil etish. Nega sohangiz bo'yicha ishlamagansiz? soha bo'yicha ishga kirib bo'lmadim o'shanda. Sohangizni yaxshi bilasizmi? Javobni zo'r bilmayman lekin. Xolos. Ancha yo'q. Hudud tozaluvchilikka kelyaptilar bular. Qayerdan eshitib keldingiz? Shu o'zim bir xabar olib. ular kelib turganda o'sha ish so'rab xabar beramiz dedik. Men o'yladim, ijtimoiy tarmoqlardan o'qib, ko'rib, bilib keldingizmi deb o'ylabman, shunga aytayotganim. Qayerdan bildingiz deganingiz, so'raganim shunday edi. Yo'q, ammo xabar olib turardim. Qayerlarda ishlagansiz? Hozir bog'chada qo'rg'ovchilik bo'lib ishlayman. 4-5 yil bo'ldi. Qaysi bog'chada? Qirg'inchi bog'cha, Qo'ng'onda. Qo'ng'onda. Nima sababdan bu yerga kelishingiz sababi nima? Uzoqlik qilyapti u tomon. Tomonga. Smena bo'lib ishlaysizmi? Ha. Necha soat smena turasiz? 24 soat turamiz. 24 soat turasizmi? To'g'ri, 24 soat ekan. Ha. Oyliga qanaqa edi? Oylik. Bilmayman, Biznikichi. Bizdeki shunaqa 1,700,000 soat. Hozir kelayotgan ish joyingiz haqida tasavvur yeganmisiz? Nimalar qilish bo'yicha? ichki nizom, o'sha nimalarga qo'rg'ovchiliklar, hamma ichki nizomlarga sal shunchalik bor. Yo'q, siz o'zingiz hozir kelayotgan ishingizga. Ha, ustochilik, qanaqa ish bo'lsa, Yo'q, qanaqa ish emas, bu aniq, sizni qiladigan ishingiz aniq. Hudud tozalovchilik. Kimlar bilan ishlashingiz, kimlarga xizmat ko'rsatishingiz haqida bilasiz. Bitta kimlar yashaydi, kimlarga xizmat ko'rsatamiz. shu boshliqlarga xizmat qilamiz. Yo'q. Mana boshqa ishlar kimlar yashovchilar. Hozir yashovchi bolalarimiz Yo'q, bu yerda nogironlik bo'lgan shaxslar bor. O'sha nogironlik bo'lgan shaxslarni doimiy yashash joylarini ozoda pokiza saqlashimiz bu sizning vazifangiz. Aynan shu jarayonda ichida tashqaridagi o'sha ekin maydonlari yoki bo'lmasa ularning harakatlanish yo'laklari, bular bilan bog'liq ayollar kuchi yetmaydigan joylarga erkaklar kuchi kerak bo'ladi. Ana shu joyda siz kerak bo'lasiz ertaga. Obodonlashtirish, ko'kazamlashtirish bilan bog'liq, masalan, ozoda pokizaligi, saramzon sarishtaligi, tartibliligi, shu jihatlardan siz shu yo'nalish bo'yicha shu yo'nalishda mas'ul odam bo'lib chiqasiz. Yaxshi. Keyingi savolni berishdan oldin so'rayveraylik, savollaringiz bormi? Beringlar. Alisher aka, Fatima opa, Olimjon aka, Baxtiyor aka, nima savol? Oilalar 3 ta farzand. Ota-onalar bilan birgamiz. Uylanganmiz. Ota-ona pensiyadan ishlaydi. Ular kimizda? Nechta farzand bor? Biz yozmabsiz. Ha, o'zim yozmadim, lekin alimentliman hozirgisi. Farzandim bor. Na, ikkinchi oila bilan yashaysiz. Ha. Tushunarli. Qaysi tashkilotga, qaysi tizimga kelayotganingiz haqida tasavvur yeganmisiz? Qaysi tashkilotga? Men tashkilot uchun muruvvat uyida bilganman.
Har kuni ish, shanba ekanmadan ular. İşte bo'lishingiz kerak. Alloh Sharoitni ko'taradi. har kuni ishlash kerak. Qilamiz. Har kuni kelaveramiz. 8dan 5gacha ishlab. Quruvchilikka borsangiz, 2 kundan bir, 3 kundan bir borasiz. Bitta har kun kelasiz, faqat shanba yakshanba ish. Qo'shimcha Да. ish qilishingizga imkon bo'lmaydi-da. Quruvchiligingizda misol uchun bir kun ishga borsangiz, 2 kundan kuningizda qo'shimcha ishingizni qilishingiz mumkin. Agar o'rtangizda mol holingizni boshqa. Bu yerda har kuni ertalab 8 dan kechki 5 gacha deyarli kuningiz mana shu yerda o'tadi. Bir xil holatlar shanba yo yakshanba kuni ishga chaqirish ham mumkin. Ma'naviy ham hisobga olib, Kelib ish ko'ramiz. Agar bunaqa baribir 20 kilometr uzoqqa ham borib ishlab, to ismingdan chiqqancha o'ralib, bir kun vaqt o'tkazadi. yo'q o'shalarda ham hisobga olib reja qilganingiz yaxshi-da. Endi baribir ham o'ylab boshlayotgansiz, ham aliment to'layotgansiz. Yarmini yoqqa jo'natsangiz, o'zingizga hech qancha qolmaydi. Va qo'shimcha ish qiling deysizda hamma. Armiyada xizmat qilganmisiz? Ha. Qayerda? Urumsarayda ham bir oylik. Ha, 1 oylikmi? Tizim haqida ma'lumotga egamisiz? Umuman olganda. Qanaqa tashkilot? Kimlar yashaydi bu yerda? Eda. Muruvvat uyidagilar Madina. Madishga hayron bor. Yo'q, aytavering, hech o'ylanmang. Aytavering. Ma'ruzorliklar biladi. Ma'ruzorlimisizlar? Ha, ma'lum. Endi aqli zaiflar yashaydi. To'g'risi, haligi yomon endi. Shu yerda to'g'ri. Yo'q, aytavering. Isrof bo'lmaymiz. Endi aqli zaiflar. Ha, nogironlik bo'lgan shaxslar yashaydi. Hayotiy tajribalaringizda shunaqangi kontingent bilan, toifa insonlar bilan yaqin muloqotda bo'lganmisiz, yo'qmi? Qancha? Yo'q, ko'chalikda biror kim bilan shunaqa gaplashganmisiz? Demoqchilar, masalan, aql zaiflar bilan omma javob qilishda. Albatta, uchraydi, anaqa hayotda uchrab turadimiz. Masalan, kimlar? Qarindosh urug', boshqa tanish Endi bilishlar. qarindosh bor, ko'cha-ko'yga tanish bilishlar. Tushunarli. Nima va'da bera olasiz bizga? Ishga kirsangiz, nimalar qilmoqchisiz? Reja qildingizmi o'zingiz uchun? Eng birinchi o'rinda mana shu yerda ishlab o'zimni ko'rsatib, xizmat qilib, o'zimni aqlaman. Asabiymisiz? Qanaqa? Yo'q, endi bunaqa Charchashib ketmaysiz? Yo'q. Chekishga qalaysiz? Endi nosvoz chekib turaman to'g'risi. Ha. Lekin Ichkilikchi. 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 Yo'q. U yerga ishga kirgansangiz ichkarida chekish mumkin emas, buni bilasizmi? Bosish kerak. Shuni aytyapman. U nima? U Ishlamaydi. sizni ham sog'lomlashtiramiz buni evaziga. Jihatlari ham bor. Shu hudud alimentatsiyaga moslashamiz, chekmaslik bo'lsa chekmaymiz. Tartib nizomiga qo'yib, nima qilamiz? Tushunarli. Kimda savol bor yana? Yo'q, Qorovul kasbingizda asosiy vazifalaringiz nima hozir? Mana lavozimingiz bor, mana anaqangiz. Bog'chada, qirinchi bog'chada qorovul bo'lib ishlayman. Nima vazifa bajarasiz qorovul sifatida? Shu binoni javobgarligi bo'ynimda. Masalan, Shu binoni qo'riqlab. yana-chi? Endi ichki nizomda, lekin o'sha boshliqda bir anaqalar ish yuradi, o'shalardan nima. Bolalarda mashina kelsa, haligi turamiz. Yana Yo'lga solib, bolalar qarab o'tkazsa, nima qiladi.
Demak, Hech qurol o'sha 24 soat davomida uxlanmaydi. Bo'riqlar chiqib o'sha yerda aylanib. Turamiz. anaqa tozalikka ham qaraysizlarmi tashqi hovlinizda yo sizlar feministlarmi? Tozalikka ham belgilar bor, ayollar. Obodanlashda ishlaydi. Lekin ayollarga yordam kerak bo'lsa borib qarash, masalan, og'ir ishlar bo'lsa. Bog'chaga faqat ishlaydigan ishchilar kiradimi, begonalar kirib chiqaveradimi? Yo'q, begonalar umuman kirmaydi, darvozdan yo'q. Darvoza Agar qo'yib mudir kerak bo'lsa chaqirtiramiz. O'zi chiqib gaplashib. Savollar bormi? Jahongir aka, sizga kadrimiz holat bo'yicha ma'lumot beradi. Istasangiz o'zingiz ham keyinchalik ko'rib olishingiz mumkin. Sizni biz translyatsiya anaqa qilyapmiz. Suhbatingizni yozib olyapmiz va bu suhbatlarni biz ijtimoiy tarmoqlar orqali agar rozi bersangiz, ruxsat bersangiz qo'yamiz. Ya'ni siz ham o'zingizni qanaqa javob berganingizni, boshqa sheriklaringiz qanday javob berganligi hammasini solishtirish imkoniyatingiz bo'ladi. Qarshiligingiz yo'qmi? Qarshilik yo'q. Bemalol. Rahmat. Qo'ldan kelganicha. Salomat bo'ling. Sizga xabar berishadi. Salomat bo'ling. Sizga hayajon bo'ldi. Yo'q, hech